bir necha yil avval xizmat taqozosi bilan jinoyat ishlari bo'yicha sud majlisida ishtirok etgandim. Ayblanuvchi 9-sinf bitiruvchisi temir panjara ichida hovushtekkina bo'lib, to'kilay deb turardi. Ikki ko'zi zalda, rangi dokadek oqarib ketgan ro'molini uchini labiga bosib, unsiz yig'layotgan onasida edi. Sudda voqea uchun mas'ul bo'lgan barcha mutasaddilar, maktab direktori, sinf rahbari, barchasi shu yerda edi. Ma'lum bo'lishicha, o'spirinning otasi ichkilikka mukkasidan ketgan bo'lib, ertalab uydan chiqib ketar, ishlab topgan puliga bo'pkuncha ichib kelib, aroqning kuchini xotinini kaltaklashga sarflar ekan. Bu holat mudom takrorlangani bois, kun botaversa ayolga qo'shilib, bir o'g'il va 2 qizi ham qaltirashga tushardi. Ro'shnolik neligini bilmagan beayb onaning ota tomonidan battar xo'rlanishini ko'rib, tishini tishiga bosib chidashardi. Ana shunday kunlarning birida ular quruq pomidordan iborat bo'lgan kechki ovqatni yeb o'tirishganida darvozaning qattiq jaranglashidan sergak tortishdi. Demak, u yana ichgan. Hozir hammani boralab so'kadi. Tekinxo'r, tekin tamoq deydi. So'ng ayoliga yaqinlashib, uni masxaralab jig'iga tegadi. Aks sado qaytmagach, aqalli gap qaytarishni ham bilmaysan. Boringdan yo'g'ing yaxshi deya do'pposlaydi. Farzandlar esa ichida yig'lashardi. Ovoz chiqarib yig'lashlariga ham ruxsat yo'q edi. Chunki bunday paytda onaning tizzasiga yopishishi yoki atrofni o'rab himoyalash, otaga yig'lab yolvorish foydasiz edi. Aks holda bolalarni ham menga qarshi tarbiyalabsan deya yarim kungacha onaizorga kun bermas edi. Bu galgi zarbalar har doimgidan oshib tushdi. Tilsiz ojiza tepkilanardi. Ichini ushlab tipirchilab qoldi. Og'zi burni qonga to'ldi. Shunda ham farzandlari onasini emas, teskari tomondagi 3 ustunni mahkam quchoqlab olishgan edi. O'z yoshiga yarasha qoni qaynagan to'ng'ich farzandning sabr kosasi to'ldi. Endi chidab tura olmadi. Kuchli his-tuyg'ulari ta'sirida aqliga yarasha to'satdan kelgan fikrni amalga oshirgisi, ya'ni otani sergak torttirib qo'ygisi keldi. To'g'ri oshxonaga kirib, pichoq olib chiqdi-da, otasiga shunday dedi: "Endi men katta bo'ldim. Bunga qarab tura olmayman. Ursangiz meni uring. Faqat onamga tegmang." Otasi bunga javoban sentirrancha "Hali menga aql o'rgatyapsanmi?" deya jirkib berdi. "Bechora onamning aybi nima?" deya javob berdi bola. "Mana buningga sen o'rgatgansan shunday qilishni" deb onasiga baqira boshladi. Hali ham o'ziga kela olmay og'riqdan ingrayotgan ayoliga "Hozir senga ko'rsatib qo'yaman." U shunday deya pastga qadam tashlayotib, o'g'lining o'ng qo'lida yuqoriroq ko'tarilgan tig'ga ro'baro bo'ldi. Pichoq naq yurakka qadalgan edi. Tez yordam mashinasi kelgunicha u allaqachon jon taslim qilgan edi. Xullas, ehtiyotsizlik orqasidan jinoyat sodir etildi. Taomilga ko'ra jinoyatchiga jazo tayinlanishi kerak. Shunday ham bo'ldi. Hukm o'qildi. O'spirin 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. Jazoni tegishli koloniyada o'tash belgilandi. Bu hukmdan onaning quloqlari kar bo'lib qolgani aniq. Yuragini qolgan qismi ham uzildi. Sud tartibiga binoan ayblanuvchiga so'nggi so'z berildi. Uning javobidan nafaqat yaqinlarining, zalda to'planganlarning barchasini yuragi parchalandi. Yigitcha shunday der edi: "Qani endi bugungidek hammaning e'tibori menda bo'lganida edi. Mening so'zlarim oldin ham shunday ahamiyatli bo'lganida edi. Seni darding nima, nima istaysan deb mendan oldinroq so'rashganida edi. Men bugun bu yerda o'tirmagan bo'lardim. Onajonim otamdan va mendan ayrilmagan bo'lardi. Men bugungidek kunni 15 yil kutdim.